Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga Greenleaf korporatsiyasida qanaqa qilib ish boshlash mumkin, qanaqa qilib hamkor bo'lish mumkin va eng muhimi marketing planini qisqacha eng tushunarli so'zlar bilan tushuntirib beraman. Greenleaf korporatsiyamizda ish boshlash uchun siz avvalambor hamkorlik shartnomasini tuzishingiz kerak bo'ladi. Bu hamkorlik shartnomasi 6 xil tarifdan iborat bo'ladi. Tariflarimizning summasi 1.140.000 dan boshlanadi. Va 28.200 da tugaydi. Orada 2 millionli, 3 millionli, 4 millionli, 14 millionli tariflarimiz ham bor. Bularning farqi nimada? Nimaga aynan bunaqa tariflar? Nimaga tariflarning soni 6 ta? Nimaga siz buni bittasidan tanlab ish boshlashingiz kerak? Bu tariflar o'zining summasiga qarab har xil imkoniyatlar beradi. Albatta 1.140.000 tarif 28.200 tarif bergan imkoniyatlarni bermaydi. Agar siz shunchaki iste'molchi bo'lib, shunchaki bizning ekologik toza mahsulotlarimizdan foydalanib yurishni xohlasangiz va uni 50% chegirmada olishni xohlayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu birinchi va uchinchi tarifimizdan bittasini tanlab hamkor bo'lsangiz bo'ladi. Men biznes qilaman, men o'zimni shaxsiy YTTimga ega bo'laman, shaxsiy savdo do'konlarimga ega bo'laman, yaxshi daromad qilaman deb reja tuzayotgan bo'lsangiz, unda aynan 4-tarifdan boshlab 6-tarifgacha bo'lgan tariflarda siz hamkorlik shartnomasini tuzishingiz kerak bo'ladi. Unga ko'ra bizdagi eng aktual va O'zbekiston sharoitiga mos tarifimiz bu 4-tarifimiz 4.700.000 so'mlik hamkorlik shartnomasi hisoblanadi. Xo'p, 4.700.000 hamkorlik shartnomasini tuzganingizdan keyin sizga bu imkoniyat nimalarni beradi? Hozir shu narsa haqida to'liq gaplashamiz. 4.700 ga hamkorlik shartnomasini tuzganimizdan keyin korporatsiya bizga birinchi navbatda ID raqam beradi. Bu ID raqam 8 ta raqamdan iborat bo'ladi va bu orqali siz o'zingizning servisingizga kirib, bemalol tovarlarni, o'zingizning pullaringizni, tushayotgan daromadlaringizni, komandangizni nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi imkoniyati bu 16 million so'mga teng elektron pullar, ya'ni voucher beradi. Undan keyin mahsulotlarni siz hamkor bo'lganingiz uchun mahsulotlarni 50% chegirmada olish huquqini ham beradi. Eng muhimlaridan bittasi bu franshiza huquqini ham beradi. Franshiza bu siz bemalol Greenleaf nomida o'zingizga yaqin, o'zingiz istagan joydan do'konlar ochib, an'anaviy biznes qilib yuritishingizga yordam beradigan instrumentlardan bittasi. Tasavvur qilinglar, 4.700.000 ichida siz kompaniyaning butun boshli franshizasini sotib olishingiz mumkin. Bu juda ham katta imkoniyatlardan biri deb bilaman. Va oxirida mahsulotlarimizni ishlatib ko'rsin deb har bir o'zini hamkoriga bitta korobka mahsulotlarni sovg'a qiladi. Uning ichida eng zo'r mahsulotlar, eng favorit mahsulotlari bo'ladi. Kir yuvish uchun, idish-tovoq yuvish uchun gellar bo'ladi, bambuk salfetkasi, ayollarning gigiyenik vositalari, ayollar kremi va tish pastasi ham bo'ladi. Sizlar bu mahsulotlarni ishlatib ko'rib, bemalol atrofdagilarga kompaniyani, undagi imkoniyatlarni, mahsulotlarni to'g'ri yoritib berishingiz uchun, foydalanib ko'rishingiz uchun imkon sifatida beradi. Siz 4.700 ga hamkor bo'lganingizdan keyin bularni o'zi bilan cheklanib qolmaysiz. 4.700 ga hamkor bo'lish bu biznesning boshlanishi hisoblanadi. Siz bu summa bilan bemalol o'z biznesingizni birinchi bosqichlarini qurishingiz mumkin bo'ladi. Bizda 4.700 lik hamkorlarni VIP hamkorlar deyiladi. Siz VIP bo'lib hamkor bo'lganingizdan keyin albatta mahsulotlarni ishlatib ko'rdingiz, marketing planini eshitdingiz, biznes qilish imkoniyatlarini bildingiz va o'zingizga, yaqinlaringizga bu ma'lumotlarni berasiz. Hech bo'lmasa mahsulotini foydalanib ko'rgan shunaqa toza, tabiiy, ekologik toza mahsulotlardan foydalanib ko'rish uchun ularga ham kompaniyani gapirasiz va siz avtomatik tarzda reklama menejeriga aylanasiz. Mahsulotlarni sotishga, kompaniyani rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shayotganingiz uchun siz taklif qilayotgan har bir hamkordan kompaniya sizga oylik daromad berishni boshlaydi. Bu bizda kunlik daromadlar deyiladi. Bu hech qanaqa foiz emas, sizni hamkoringizdan sizga chiqadigan hech qanaqa foiz pullari hisoblanmaydi. Bu kompaniyaning chisti o'zi tarafidan beriladigan reklama byudjetidan chiqadigan pullar hisoblanadi. Va unga ko'ra siz o'zingiz hamkor bo'ldingiz va masalan opanggizni yoki singlingizni, dugonangizni VIP hamkorlikka taklif qildingiz. Ular ham bizning korporatsiyada VIP hamkor bo'lib, ro'yxatdan o'tishdi. Zavod bilan 4.700 lik shartnomani
tuzishganidan keyin siz o'zingizda kichkina komandachingiz paydo bo'lgan bo'ladi va bu komandadan siz qanaqa daromad olishni boshlaysiz. O'zi Greenleaf korporatsiyasida 9 ta tarafdan daromad olsa bo'ladi. Ularning 6 tasi oylik, 3 tasi bo'lsa kunlik. Hozir men sizlarga eng sodda va eng oson 3 ta kunlik daromadini hisoblashni o'rgataman. Siz o'zingiz hamkor bo'lib keldingiz, opachingiz va dugoningizni, opa-singlingiz yoki dugoningizni ham hamkor qilib o'zingizni komandangizni tuzishni boshladingiz. Siz o'zingizni ikkiligingizni yaratganingiz uchun korporatsiya sizga umumiy hisobda 1,425,000 so'm pul beradi sizga kunlik daromad sifatida. Bu narsa sizni korporatsiyani o'sha aytganimdek yaqinlaringizga aytib, tanitib, uni nomini yana ham kengayishiga yordam berayotganingiz uchun reklama byudjetidan bu summani chiqarib beradi. Bu summa qanaqa hisoblanadi? Bizda aytganimdek 3 ta kunlik daromad bor. Bularning birinchisi shaxsiy taklif, keyingisi binar va uchinchisi bizda liniya deb nomlanadi. Shaxsiy taklif nima, binar nima, liniya nima? Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Shaxsiy taklif bizda har bir o'zingiz shaxsiy taklif qilgan insoningiz uchun korporatsiya tomonidan har bir shaxsiy taklifingiz uchun 137,000 so'mda sizga pul beradi har bir shaxsiy taklifingiz uchun. Mana bu yerda opa-singlingiz va dugoningiz sizning shaxsiy taklifingiz bo'lgani uchun bitta shaxsiy taklif, ikkinchi shaxsiy taklif, sizda demak ikkita shaxsiy taklif paydo bo'ldi. Keyingisi binar. Binar nima degani? Binar bu har bitta ikkilik bitta binar hisoblanadi. Mana ikkita komandangizda ikkita ikkilik paydo bo'ldi, demak bu bitta binar hisoblanadi va umumiy unga binar sifatida 274,000 so'm pul beradi. Har bir binarga. Ya'ni sizni komandangizda paydo bo'layotgan har bir binar uchun korporatsiya sizga 274,000 so'mdan pul to'laydi. Mana birinchilingiz yopilgani uchun sizga 877,000 liniya puli beriladi. Bu liniya deyiladi va 877,000 ni tashkil qiladi bu summa. Ya'ni ikkita sizda bitta binar hosil bo'ldi, ikkita shaxsiy taklif va har bir ikkitadan keyin liniya yopilgani uchun bitta 877,000 summa beradi. Demak, endi hisoblasak, bizda ikkita 137,000, bitta 274,000 va bitta 187,000 umumiy hisoblaganda aynan mana shu summa chiqadi. Siz korporatsiyaga VIP hamkor bo'lganingizdan keyin kuniga 1,425,000 minimum daromad qilishingiz mumkin. Bu sistemamiz xuddi shu tarzda davom etib ketaveradi. Masalan, siz o'zingiz hamkor bo'ldingiz, dugoningiz va opa-singlingiz hamkor qilganingizdan keyin albatta ularga ham xuddi shu narsani o'rgatamiz va ularga ham birinchi 1,425,000 larini olish yo'llarini ko'rsatamiz. Albatta ular ham xohlashadi, chunki biznes qilishi, daromad qilishi har bir bu korporatsiyaga kelgan har bir inson xohlaydi. Ular ham o'zligini ikkiligini yaratishadi, opa-singlingiz ham, dugoningiz ham ikkiligini yaratishadi. Bular ham endi xuddi shu summani olishadi. Dugoningiz ham oladi xuddi shu summani, mana opa-singlingiz ham xuddi shu summani oladi. Bu yerda siz nima olasiz? Sizda yana bitta liniya yopildi, ikkita binar hosil bo'ldi. Bu yerda 274,000, bu yerda 274,000 va bitta binar uchun yana 877,000 so'm olasiz. Bu yerda siz yana qancha olasiz? 274,000 qo'shganimizda va bularni qo'shganda siz yana 1,425,000 ikkinchi liniyangizdan ham xuddi shunaqa daromad olasiz. Nimaga hozir shaxsiy taklif olmadingiz? Sababi bular sizni shaxsiy taklifingiz emas, bular sizni hamkorlaringizning shaxsiy taklifi. Shuning uchun sizga shaxsiy taklif ikkinchi liniyada to'lanmaydi. Lekin sizda yana bitta shaxsiy taklif bor, yana bitta kursdoshingizni taklif qildingiz, nima bo'ladi? Siz o'zingiz yoningizga boshqa hamkor qo'ya olmaysiz. Bizda binar sistema, ya'ni ikkilik bo'lgani uchun endi biz bu kursdoshingizni bittasini bu yoq tarafga, bittasini bu yoq tarafga qo'yamiz. Bu joyda nima bo'ladi? Bu joyda yana sizni bitta liniyangiz yopiladi, 877,000 yana liniya uchun olasiz, 137,000 dan shaxsiy taklif uchun olasiz, yana bitta binar hosil bo'lgani uchun 274,000 dan olasiz va bu joyda ham sizga 1,425,000 daromad chiqadi. Sizdan keyin har bir sizdan keyin kelgan komandangiz a'zosidagi har bir binar va liniya uchun siz shu summalarni olaverasiz. Xuddi shunaqa tarzda sizni komandangiz o'sib ketaveradi va shunga qarab sizning ham daromadingiz o'sib ketaveradi. Men bu joyda aytmayman, siz shunday kelasiz va sizga millionlar yog'iladi deb, yo'q. Qachonki siz ishlasangiz, qachonki siz komandangizga bilim berish davom etsangiz, qachonki siz yangi hamkorlar bilan ishlashni boshlasangiz, o'shandagina daromadingiz oshadi. Agar sizga ham bu biznes qiziq bo'lsa, yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekraningizda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizga yana to'liqroq ma'lumot beraman.